Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugungi mavzumiz simmetrik ko'pqatlar va ularning tatbiqlari. Ko'p o'zgaruvchi simmetrik ko'pqatlar va Newton formulalari identifikatlari orasidagi bog'lanish algebrik invariantlar nazariyasi va ko'pqatlarning ildizlari orqali ifodalanadigan simmetrik funksiyalar bilan bog'liq. Ta'rif: mayli x1, x2 va hokazo xnlarni bir-biri bilan har qanday almashtirganda ham o'zgarmaydigan fx1, x2 va hokazo xn ko'pqat shu o'zgaruvchilarni simmetrik ko'pqat yoki simmetrik funksiyasi deyiladi. Ya'ni ko'p o'zgaruvchili ko'pqat tarkibidagi o'zgaruvchilarni ixtiyoriy almashtirganda ham hamma vaqt o'z ko'rinishini o'z holicha saqlaydigan ko'pqatlarga simmetrik ko'pqatlar deyiladi. Misol uchun fx1 x2 teng x1 ning kubi plus x2 ning kubi ko'pqat ko'rsatilgan o'zgaruvchilarining simmetrik ko'pqatidir. Chunki x1 va x2 o'zgaruvchilarini bir-biri bilan almashtirsak, x2 fx2 x1 teng x2 ning kubi plus x1 ning kubi, ya'ni f x1 x2 hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha ko'pqatni o'zi kelib chiqadi. Demak, berilgan ko'pqat ta'rifga asosan simmetrik ko'pqatdir. Xo'sh. Demak, ta'rif x1 x2 o'zgaruvchilaridan tuzilgan, ya'ni mana quyidagi funksiyalarimiz barchasi simmetrik funksiyalar, asosiy elementlar simmetrik ko'pqatlar deyiladi. Amaliyotda simmetrik ko'pqatlarning xususiy holi bo'lgan x1, x2 va hokazo xn noma'lumlar n darajalarining yig'indilari ko'p uchraydi. Darajali quvvat yig'indilari Pn quyidagicha aniqlanadi. Demak, bu yerda simmetrik ko'pqatlarni va Newton formularini ishlashi kerak bo'lgan joylari bizga ko'pincha shu maktab kursida, ya'ni elementar matematika desak ham bo'ladi, 2 noma'lum yoki 3 noma'lumni tenglamalar sistemasini yechishda bizga asqotadi, yordam beradi desak ham muammo bo'lmaydi. Demak, x1 ning kubi plus x2 ning kubi teng 65, ya'ni x1 plus ya'ni x plus y teng 5 tenglamalar sistemasini yeching deyapti. Yechish. Birinchi formulaga asosan, demak, y1 va y2 larni quyidagiga teng. Xo'sh, ya'ni yangi o'zgarishni kiritib olamiz. Bu yerda yig'indisini y1 bilan, ko'paytmasini y2 bilan almashtiramiz. Endi sistemaning birinchi tenglamasini p3 x kub plus y kub teng, ya'ni yig'indi bo'yicha y1 ning kubi minus 3 ta y1 ko'paygan y2 tenglikdan iborat bo'ladi. Tenglikni inobatga olsak, berilgan simmetrik ko'pqatimiz quyidagi ko'rinishga keladi. Tenglamalar sistemasi hosil, ya'ni y1 5 ga teng, y2 teng 4 ga teng bo'lar ekan.